Assalomu alaykum. Oqqo'ron chorva obunachilar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa o'zimizda akaxonni kichkinagina mini firmasidamiz. Bu mollar olganiga rosa 1 yil cho'p qoldi. O'zgarishlar zo'r, xudo xolasa. Bu chuqurda past ko'rinyapti, juda katta bo'libdi. Buni krasniy pyostrami bu? Mana bu sementalga gibrid ham bor, juda polvon. Xudo xolasa zo'r o'zgaribdi. Ular olinganda shu 7 oylik, 8 oylik buzovlar edi. Hozir mana o'zgarishlar zo'r, xudo xolasa hammasi bo'g'oz, 5 oylik, 4 oylik, 3 oylik. Mana bo'lsa Xushovskiy mana. Chiroyli bo'lib qolibdi. Mana shunaqa kichkina bo'lgan bular ham. Mana shunaqa kichkina bo'lgan. Tajribadan o'tdi. Xudo xolasa mana shular mana shunaqa bo'lib katta bo'lib o'zgarib ketar ekan. Buni tajribasini ko'rdik, xudo xolasa. Hammasi cho'ng qiymadan chiqqan bular. Hoji akamni o'zi olib chiqqan. Mana shunaqa kichkina bo'lgan. Xudo xolasa bir yildan keyin bular ham mana shunaqa katta bo'lib qochadi inshaalloh. Hammaga omad, salomat bo'lasizlar.